AQSh rahbari Donald Trump Fox News telekanaliga bergan intervyusida Ukraina haqida gapirdi. AQSh rahbari Donald Trumpning Fox Newsga bergan yangi intervyusi. Hali ham Ukraina bilan qazilma resurslar bo'yicha bitim imzolanishini kutyapman. Eron bilan yadro dasturi bo'yicha kelishuvga erishishga harakat qilyapman. Ammo bitim tuzish vaqti tugab bormoqda. Yadro quroli iqlim o'zgarishidan ham katta tahdid hisoblanadi. Odamlar iqlim o'zgarishi haqida gapirishadi, lekin yadro quroli xavfini tilga olishmaydi. Men Rossiyaga nisbatan qat'iy pozitsiyadaman, ammo Putinga nisbatan yaxshi munosabatdaman. Shimoliy oqim 2 gaz quvuri qurilishini men to'xtatganman. Rossiyaga qarshi sanksiyalarni men joriy qilganman. Ukrainaga tankga qarshi Javelin qurollarini men berganman. Zelenskiy Amerika pullarini yosh boladan konfetni olib qo'ygandek olardi. Men u bizdan minnatdor deb o'ylayman. Ukraina omon qolmasligi mumkin. Bu urush bo'lmasligi kerak edi, lekin u sodir bo'ldi. Urush tugashi uchun ikkala tomon harakat qilish kerak. Bayden hech qachon Ukrainaga 350 milliard dollar ajratmasligi kerak edi. U Yevropa bilan teng shaklda harakat qilishi lozim edi. Biz 350 milliard berdik, ular esa 100 milliard berdi. Holbuki ular uchun tahdid bizdagidan-da ko'ra kattaroq. Bizni oramizda butun bir okean bor. Men qudratli mamlakat barpo etishim kerak. Siz aksiyalar bozorining hozirgi holatiga ortiqcha e'tibor bermasligingiz lozim. Xitoyga qarang. Ular 100 yillik rejalar tuzishadi, dedi Donald Trump. Elon Musk Starlink sun'iy yo'ldosh aloqasini o'chirilsa, Ukraina fronti qulashini aytdi. Mening Starlink tizimim Ukraina armiyasining tayanchidir. Agar men uni o'chirib qo'ysam, ularning butun front chizig'i qulaydi, deb yozdi Musk X ijtimoiy tarmog'ida. Amerikalik ishbilarmon shuningdek, Ukrainada zudlik bilan tinchlik o'rnatishga chaqirdi. Men bir necha yillardan buyon davom etayotgan qon to'kish va Ukraina uchun baribir mag'lubiyat bilan tugaydigan bu urushdan nafratlanaman. Haqiqatdan ham qayg'uradigan, o'ylaydigan va tushunadigan odam bu qirg'inni to'xtatishni istaydi, deya qo'shimcha qildi Elon Musk. Polsha tashqi ishlar vaziri Elon Muskning Ukrainada Starlinkni o'chirish haqidagi fikrlariga javob berdi. Ukraina uchun Starlink sun'iy yo'ldosh aloqasi xizmatini Polshaning raqamli texnologiyalar vazirligi moliyalashtiradi. Uning yillik qiymati taxminan 50 million dollarni tashkil etadi. Agressiya qurboniga tahdid qilishning axloqiy jihatlarini bir chetga qo'yib turib aytadigan bo'lsam, agar Starlink ishonchsiz provayderga aylansa, biz boshqa variantlarni izlashga majbur bo'lamiz, deya ma'lum qildi Polsha tashqi ishlar vazirligi rahbari. Fransiya Rossiyaning mudlatilgan aktivlardan olingan daromadlar hisobidan Ukrainaga 195 million yevrolik qurol va o'q-dorilar ajratadi, deya ma'lum qildi Fransiya mudofaa vaziri. Putin tinchlikdan manfaatdor emas. Yevropa ittifoqi diplomatiyasi rahbari Kaja Kallas Rossiyaning Ukrainadagi urushni to'xtatish niyatiga shubha bildirdi. Rossiya raketalari Ukrainaga tinmay zarba berishni davom ettirib, tobora ko'proq o'lim va vayronagarchilik keltirmoqda. Putin yana bir bor tinchlikni istamasligini ko'rsatdi, deya ma'lum qildi Kaja Kallas. Vahshiylarga nisbatan yumshoq munosabatda bo'lganingizda mana shunday bo'ladi. Ko'proq bombalar, ko'proq hujumlar, ko'proq qurbonlar, deya fikr bildirdi Polsha bosh vaziri. AQSh foydali qazilmalar bo'yicha kelishuv imzolagandan keyin Ukrainaga harbiy yordamni qayta tiklamaydi, dedi NBC News. Trumpning shaxsiy suhbatlardagi bayonotiga ko'ra, AQSh Ukrainaning F-16 samolyotlarini qo'llab-quvvatlashni ham to'xtatadi. Abbos Aroqchi Eron Trumpdan maktub olmaganini aytdi. Bizga hech narsa yetib kelgani yo'q, degan Eron tashqi ishlar vaziri. 7-mart kuni Donald Trump Imom Xomanayiyga maktub yo'llab, unda Tehron yadro dasturi bo'yicha muzokaraga rozi bo'lishga umid bildirishini aytgan edi. Xitoy, Rossiya va Eron martning 1-yarmida qo'shma harbiy dengiz mashg'ulotlarini o'tkazadi, dedi Xitoy mudofaa vazirligi. Mashg'ulotlar Eronning Chabahor porti yaqinidagi akvatoriyada bo'lib o'tadi. Trumpning sobiq milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Bolton AQShning Rossiyaga qarshi cheklovlar tahdidlarini ma'nosiz deb atadi. U bu choralarni faqat Ukraina bo'yicha muvozanatli ko'rinishga urinish ekanligini ta'kidladi. Tariflar samarasiz, chunki 2024-yilda Rossiyaning AQShga eksporti atiga 3 milliard dollarni tashkil qildi. Rossiya ayniqsa moliyaviy sanksiyalarni chetlab o'tishni o'rgangan. Putin bu tahdid
mutlaqo bo'sh ekanini biladi deb ma'lum qildi Jon Bolton.